Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bo'g'imlaringizda, yelkangizda tez-tez og'riq bo'lib turadimi? Bu og'riq ko'pincha tuz yig'ilganidan sodir bo'ladi. Bugungi video lavhamizda organizmdagi tuzlarni butunlay yo'q qiladigan ajoyib malhamni taqdim etamiz. Demak, petrushka va limon organizmdan tuzlarni chiqarish uchun tabiiy vosita. Qo'l-oyoqlardagi og'riq, tizzalarda noqulaylik bormi? Bu tuzlarning ortiqchaligidan bo'lishi mumkin. Sizlarga tabiiy tozalovchi retseptni taqdim etamiz. 250 gram petrushka ildizi va 250 gram limonni yuvib, go'sht maydalagichdan o'tkazing. 150 gram maydalangan petrushka barglarini qo'shing. 300 gram asal bilan aralashtiring. Qabul qilinish tartibi: kuniga 3 marta 1 choy qoshiqdan ichiladi. To'liq kurs tayyorlangan butun aralashma tugagunicha bo'ladi. Bu aralashma podagra, qon tomirlari holati va immunitet zaiflashganda ham foydali hisoblanadi. Homiladorlar va buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga tavsiya etilmaydi. Azizlar, albatta barchasi Allohdan, dard borki shifo bor. Qo'llab ko'rishga harakat qiling. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Xayron o'z kanali faqat siz uchun.